Assalamu alaikum, everyone. Welcome to another lesson in your academy. In this lesson, we're going to talk about the speaking topic hometown, which is one of the most common topics in English, both IELTS and multi-level. Ho'p, bugungi gaplashadigan mavzuyimiz qanaqa qilib tug'ilib o'sgan shahrimiz haqida gapirishimiz mumkin ingliz tilida va to'liqligicha ravon gapirib bilishimiz uchun nima narsalarni bilishimiz kerak, aynan qanaqa fikrlar geyzer qilib to'plashimiz kerak, alright? Shu haqida gaplashamiz. Ho'p, o'zimizni tug'ilib o'sgan shaharchamiz haqida quyidagilarni aytsak bo'ladi. Ya'ni 7 ta narsa. A dan Ggacha bularni ketma-ketlikda tartiblab chiqqanmiz. Ho'p. Birinchisi, how long have you lived there? Ya'ni qancha vaqtdan buyon yashab kelishingiz. Ikkinchi aytishimiz mumkin bo'lgan narsa bu size, ya'ni hajmi qanaqa o'zi, kattami yoki kichik. Location aytsak bo'lar ekan. Joylashuvini. Famous for, aynan nimasi bilan mashhur. What you can do there. Bu yerda nima qilishingiz mumkin? Qanaqa activitylar, qanaqa mashg'ulotlar qila olasiz? Like and dislikes, ya'ni yoqtirgan va yoqtirmagan tomonlaringizni, o'zingizni fikringizni ifoda etib bersangiz bo'ladi. People live there. Bu yerda yashaydigan aholi, odamlar haqida ham gapirishingiz mumkin ekan. Xo'p, va oxirgi gapirishimiz mumkin bo'lgan narsa changes, ya'ni IELTS speaking savollarida ko'p tushib qoladi. Nima o'zgarishlar bo'lyapti oxirgi vaqtlarda bu yerda? Right? So, birinchisidan boshlaydigan bo'lsak, how long have you lived there? Ko'rib chiqadigan bo'lsak, buni 3 ta usulda man aytib o'tganman bu yerda. So, hammasiga to'xtalib chiqamiz birma-bir. Xo'p, birinchi gapirishimiz mumkin qaysi mamlakatda va qaysi shaharcha ekanligini nomi bilan bildirmoqchi bo'lsak, birinchi gapni ishlatamiz. Ya'ni I come from country mamlakat degani. Siz O'zbekiston desangiz bo'ladi. I come from Uzbekistan and I was born and bred, or I was brought up, or I was raised in hometown. For example, I can say I was born and bred. I was born and bred in Navai. Got it? Hop. Endi mana bu ko'p bilan belgilangan qismida 3 ta misol berilyapti. Siz bularni hammasini bitta gapda ishlata olmaysiz. Ulardan bittasini tanlab olishingiz kerak. Va bularning hammasining ma'nosi bir xil. Ya'ni to be born and raised, ya'ni o'sha joyda tug'ilib va o'sib ulg'ayganman degani. Got it? Ya'ni tug'ilib o'sgan joy degani. Xo'p, ikkinchi ko'radigan narsamiz, agar bu yerda haliyam yashab kelayotgan bo'lsangiz, siz aytishingiz mumkin present perfect continuousdan foydalangan holda I have been living there for 20 years or 20 odd years or for the past 20 years. Ya'ni 20 yil deyishga majbur emassiz. Albatta, buni o'rniga o'zingiz qancha yildan beri yashab kelyapsiz. Balki tug'ilganingizdan beri yashab kelayotgan bo'lsangiz, yoshingizni aytasiz. Or 5 yil yoki 4 yildan beri yashab kelayotgan bo'lsangiz, buni o'zgartirasiz. 4, 5, 3 years deb. Ma'nosi o'sha shuncha yildan beri yashab kelyapman degani. Got it? 3 xil usulda aytsak bo'lar ekan. 20 yildan buyon, plus minus 20 yildan buyon yoki 20 yilning katta qismida deyapti. Got it? Misol uchun siz 20 yosh bo'lsangiz, o'sha 20 yoshingizgacha uni 18 yoki 17 yil qismini hometowningizda o'tkazgansiz, lekin bu 3 yil qismini boshqa joyda o'tkazib kelgansiz. O'qishga borgan bo'lishingiz mumkin or somewhere else. Shu uchun ham aytsangiz bo'ladi. For the best part of 20 years. Yoki siz amin emassiz, hisob-kitob qilolmayapsiz, esingizda yo'q qachon kelganingiz, uni o'rniga aytsangiz bo'ladi 20 odd years. Odd degani 20 yildan yo ko'proq sal yoki kamroq. Got it? Aniq bo'ladigan bo'lsa, shunchaki yilni o'zini aytib qo'yishingiz mumkin. Right? Va uchinchi holatda nima aytilyapti? If you no longer live there, agar u yerda ortiq yashamayotgan bo'lsangiz, oldin yashagansiz, but now you moved with your family to another city, ya'ni boshqa shaharga ko'chib o'tdingiz. Unda aytishingiz mumkin, like aytishingiz mumkin, I lived there, past simpledan foydalanasiz, eslab qoling. I lived there for some years, ya'ni qanchalar yil yashadim. For the past of some years, ya'ni 5 yillik ko'p vaqtini o'sha yerda o'tkazdim. Got it? And then moved to, va ko'chgan shahringizni ham aytishingiz kerak. Agar hozir u yerda ortiqcha yashamasangiz, agar aytmaydigan bo'lsangiz, speaker
examiner yoki qarshingizdagi odam bu savolni aniq beradi. Qayerga ko'chib o'tdingiz keyin? Probably. And then move to another city, another town. Ismini, nomi bilan aytadigan bo'lsangiz, judayam aniq va chiroyli chiqadi. Alright? Ho'p, uchta qismini ko'rib chiqdik. Qanday qilib, qancha vaqtdan buyon yashayotganimizni aytish bo'yicha. Demak, birinchi qism, ikkinchi qism va uchinchi qism. Hop, endi size, ya'ni katta yoki kichikligi haqida gapirmoqchi bo'lsak, qanaqa bo'ladi bu? Buni asosan sifatlar yoki adverbs ravishlar bilan ifodalashimiz mumkin. Like, it's a pretty small town. It's a fairly little village. It's a somewhat small city. It's a really big city. I mean, really big city. Or it's a vast city. It's a sprawling city. Got it? Hop, bu yerda nima bo'lyapti? Adjective va adverb birgalikda ishlatilyapti. Va bu speaking uchun ancha zo'r. Right? Ya'ni shunchaki it's a small town qo'ygandan ko'ra unga o'zgartirish kiritsak bo'ladi. It's a pretty small town. Bu degani juda kichkina shaharcha yoki it's a fairly little village. Bu ham juda ma'nosini beradi. Lekin very dan ko'ra ancha yaxshilar. It's a somewhat small city. Somewhat kichkina shahar desa ham bo'ladi demoqchi. It's a really big city. Haqiqatdan ham juda katta shahar degani. It's a vast city. Vast degani ham katta shahar degani. It's a sprawling city. Sprawling degani tarqalib ketgan hamma yoqqa. Correct? Like bitta tarmoqda emas, balki hamma yoqqa tarqalib ketgan. Bu ham katta shahar degan ma'noni bildiradi. Hop. Location haqida qanaqa gapirishimiz mumkin? Location, like birinchi o'rinda locationni tasvirlashda uni shahringizni mamlakatni qayerda joylashganini aniq bilib olishingiz kerak yoki viloyatingizni. Alright? U shimolda joylashganmi, janubdami, sharq yoki g'arbda joylashgan. Shuni aytishingiz mumkin. Yoki in the center. Ba'zi viloyatlar yoki davlatlar mamlakat markazida joylashgan bo'lishi mumkin. Xo'p, mana bu kompassni eslab qolishni oson yo'li, agar siz yodlashda qiynalsangiz, like your right hand, ya'ni o'ng tomoningiz siz qarab turganingizda doim east bo'ladi. Your left hand, chap qo'lingiz doim west bo'ladi. Your yuqori tomoningiz north, pastki tomoningiz south bo'ladi, right? Shundoq listga qarab turganimizda, demak bu tomon east, west, north and south. Demak, kompass yodlashni oson yo'li xuddi shunaqa. Hop. Talking about different areas, like different areas. Hozir biroz to'g'irlash kiritamiz. Like talking about different areas. Qanday qilib turli xil hududlar haqida gapirsak bo'ladi. Misol uchun u qayerda joylashgan aslida? O'rtaroqdami? Or bu joyda tursin, buni o'zgartiramiz. Buni mana o'zim taxlab chiqqanim. Shu uchun sal chalkashlik bo'lib tuyuldi. Alright. Mana aytsak bo'ladi, bu agar shahar markazida joylashgan bo'lsangiz, siz city center bo'ladi. Agar sal chetroqda bo'lsa, suburbs. I live in the suburbs. Agar shahardan juda chekkaroq bo'lsa, misol uchun biz Navoiy shahrini bilsangiz, o'shani vokzal tomondan buyog'i outskirts deyish mumkin. Shahardan chiqib ketadigan joy. Ya'ni ba'zi joylar shahar nomini yozib, ustidan qizil chiziq bilan chizib qo'yiladigan znak, belgi bor. Mana shunaqa joydan o'tib ketsangiz, outskirts bo'ladi. Siz umuman qishloq joyda yashasangiz, rural area bo'ladi. Tushundingizmi? I live in suburbs, I live in outskirts, I live in the rural areas. O'sha rural dedim, bu village ga teng. Got it? Ya'ni qishloq degan. City center deyishingiz ham mumkin. Buni endi yashaydigan joyingizga qarab aniqlab olasiz. Alright? Biroz o'zgartirish kiritishimiz kerak, to'g'rilab qo'yib. Endi zo'r shaklga keldi. Xo'p, buni bilib oldingiz, right? Ya'ni shahringizni qaysi qismida yashaysiz? Markaz, chetroq, bundan chekkaroq yoki qishloq joyda. Xo'p, example ko'radigan bo'lsak, it's located in a rural area. Mani hometownim, yashaydigan mahallacham yoki qishloqcham o'sha rural area, qishloq joyda joylashgan.
juda chekkada joylashgan deyapti. It's a small town in the suburbs of a big city. Ya'ni bu kichkina bitta shaharcha katta bir shaharning suburb qismida, ya'ni markazdan sal chetroqda joylashgan deyapti. It's in on the outskirts of city. Mana outskirts oldidan ishlatishimiz kerak ekan. In yoki on. Got it? It's on the outskirts of city. Bu degani markazdan anchagina chetda degani. Got it? Hop, yaxshi. Keyingi gaplashishimiz mumkin bo'lgan narsa bu famous for. Aynan nima uchun shahrimiz mashhur? Like famous for. Sinonimlar bilishimiz kerak birinchi o'rinda famous forga, chunki famous for juda ham common va ko'p ishlatiladi speakingda. Uni o'rniga siz aytishingiz mumkin well known for, best known for deb aytishingiz mumkin. Xo'p, shahringiz nimalar bo'yicha mashhur? Misol uchun, u mashhur bo'lishi mumkin ovqatlari bo'yicha, cultural events bo'yicha, ya'ni madaniy madaniy qanaqadir kechalar yoki hodisalar bo'lib turishi mumkin. Qarich, bayramlar bo'lishi mumkin. Yoki industry. Industry degan sanoat bo'yicha. Misol uchun, Navoiy shahrining sanoati bo'yicha famous for desa bo'ladi. Sabab bu yerda tilla ishlab chiqaradigan zavodlar, kom-metallurgiya tashkilotlari juda ham ko'p. Hop, sports. Birorta sport musobaqasi haqida ham mashhur bo'lishi mumkin. For example, Portugal, ya'ni Portugaliya. Futbol sport bo'yicha mashhur, right? Bo'lmasa boshqa davlatlar. Bizda sport bo'yicha misol uchun boxing bo'yicha mashhur bo'lishimiz mumkin. Boxing. Like weather bo'yicha mashhur bo'lishi mumkin. Ba'zi davlatlarda doim yomg'ir yog'adi. For example, London. Londonda yomg'ir juda ko'p yog'adi. Places to visit. Ya'ni tashrif buyuradigan joylari bo'yicha mashhur bo'lishi mumkin. For example, in Uzbekistan, there are lots of historical places that tourists can visit. Tourists came all the way to see them. Tushundingizmi? Alright. Mana bu narsalardan endi aniqlab olasiz siz shahringiz nimasi bilan mashhurligini. Undan keyin misol ko'rsak bo'ladi. For example, Navai is famous for its traditional foods and hot weather. Ya'ni o'zini traditional mahalliy madaniy ovqatlari bilan, milliy ovqatlari bilan va hot weather issiq ob-havosi bilan ancha mashhur. Right? Because uh, there are less trees in our city comparing to Tashkent, for example. Ya'ni daraxtlar biroz kamroq capital cityga qaraganda. O'sha uchun ham shahrimiz juda ham issiq. Hop, yana famous for haqida gapiryapmiz, hali ham gap ketyapti. Birinchi o'rinda sinonimlarini ko'rib oldik. Undan keyin bo'lsa nimasi bilan mashhur bo'lishi mumkin shu haqida gaplashdik. Va endi siz bilan if tourists come to your hometown a lot, you could say agar haqiqatdan ham hometown yoki shahringizga turistlar ko'p tashrif buyuradigan bo'lsa, siz aytishingiz mumkin. Tourists flock here. Ya'ni where tourists flock there to see. Ya'ni here, there endi ishlatasiz qanday qilib. Agar siz hali ham hometowningizda yashayotgan bo'lsangiz, unda here is. Agar siz hometowningizda oldin yashagan va hozir boshqa joyga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, unda ishlatasiz there. Got it? There o'sha yerda, here shu yerda degan. Ya'ni turistlar bu yerga kelishadi nimanidir ko'rish uchun. Like to see Registon. Agar siz Samarqandda yashaysiz, Registonni ko'rishga turistlar keladi desangiz bo'ladi. Alright? Hop, yoki to be drawn by something. To be drawn by. Tourists are uh, drawn by the traditional foods. Ya'ni turistlar attracted qilingan, jalb qilingan nima uchun? Traditional foodlar uchun. Like for example, pulao, samsa, like this. Hop. The most prominent landmark is prominent degani eng ajralib turadigan belgi shahrimizdagi. Ya'ni lokatsiya, joy nima? Is something. Ya'ni buni o'rniga aytsangiz bo'ladi. Eng mashhur narsa, eng mashhur joyi nomini aytib o'tsangiz bo'ladi. The most prominent landmark is Yangi Bozor Most. Endi sizlar tilida aytsak, Yangi Bozor ko'prigi. Right? Yangi Bozor Bridge, maybe. Hop. Example ko'rsak. In Samarkand, tourists flock here to see Registon. Samarqandda turistlar yig'ilib ketishadi, to'planib ketishadi, nima uchun? Registonni ko'rish uchun. Yoki visitors are drawn by historical buildings. O'zbekiston haqida gapirsak, tashrif buyuruvchilar jalb qilinadi ko'pincha tarixiy binolar uchun. So,
yana famous for qismi bo'yicha to'rtinchi bo'lak. If your hometown is not famous for anything, you could say, agar sizni shahringiz hech narsasi bilan mashhur bo'lmasa, unda ham variant bor. Unda ham gapirmay qolmaslik kerak. Aldash istamasangiz, fair gapirishni xohlasangiz, ya'ni without lies, you could say it's a fairly anonymous place. Anonymous degani not known, not famous degani. It's a fairly anonymous place. Misol uchun, Navoiy is a fairly anonymous place. Qarang, endi siz shahringizni nomini aytib kelayotgan vaqtida aytib ketsangiz, mana shu ma'lumotni, bu degani shahrim hech narsasi bilan mashhur emas degani. Qarang. Hop. Keyingi holat, ya'ni what you can do there. U yerda nimani qila olasiz? Buni izohlashni birinchi yo'li aytsangiz bo'ladi. Locals typically do. Locals degani mahalliy aholi. Mahalliy aholi nimadir qilishga doim ishtiyoqmand. Yoki mahalliy aholi doimiy nimadir qilishadi. Misol uchun, locals tend to go shopping and eat out in numerous restaurants. Ya'ni Italiyada misol uchun mahalliy aholi ko'p shopping qilishga va restoranlarda o'tirib ko'chada ovqatlanishga o'rganib qolishgan yoki doim shunaqa qilishadi. Numerous degani yangi so'z bizda judayam ko'p degani. Qarang. Hop, ikkinchi qismda bo'lsa, what if there is nothing to do, boring. Agar shahringizda hech narsa bo'lmasa qilishga va u zerikarli bo'lsa, siz aytishingiz mumkin, like there is not much to get up to in my hometown. Ya'ni bu yerda unchalik ham siz qiziqib qiladigan ishlar yo'qda. Misol uchun, if you live in the middle of the desert, ya'ni cho'lni bir o'rtasida yursangiz, aytishingiz mumkin, there is not much to get up to. Bu degani there is not much to do degani. Ya'ni qiladigan ish yo'q degani. Agar siz mana bu strukturani ishlasangiz bo'ladi, lekin bu a little bit simpler and I think examiners don't like it. Hop. Example ko'radigan bo'lsak, there is not much to get up to in my hometown. Shahrimda qiladigan ishlar yo'q deyapti. Unchalik ham ko'p emas. Hop, F qismiga o'tamiz. Like and dislikes, opinion, people live there. Ya'ni nimani yoqtirasiz, nimani yoqtirmaysiz, o'zingizni fikringizni qanaqa ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Where like people live there, u yerda yashaydigan aholi bo'yicha qanday gapirishingiz mumkin? Like odamlarni tasvirlashda aytishingiz mumkin. Friendly, welcoming, arrogant, rude. Hop, friendly do'stona degani, welcoming mehmon do'st degani, arrogant degani odamovi degan. Qarang, mana bu ikkalasi negativ. Ya'ni rude qo'pol degan. Bu ikkalasi negativ, bu ikkalasi pozitiv. Agar shahringiz haqida fikringiz, odamlar haqida fikringiz ijobiy bo'lsa, mana bu ikkalasini ishlatasiz. Salbiy bo'lsa, bu ikkalasi. Yoki aytsangiz bo'ladi mana, it's a friendly place. Friendly bilan bir nechta bolalarni qo'llashingiz mumkin. Misol uchun, it's a pedestrian friendly place desam, bu yerda velosipedlarda yurish ancha qulay, piyoda yurish ancha qulay degan. Ya'ni velosiped emas u, ya'ni piyoda yuruvchilar uchun juda ham yaxshi shahar, chunki bu yerda mashinalar yo'q. Qarang. Yoki it's a kid friendly place. Kid friendly degani qo'shib bordi-ku, Andijonda bolani sizlashadi, ancha-anchasiga right like this. Agar siz Andijonda yashasangiz, like aytishingiz mumkin, it's a kid friendly place. Ya'ni bolalarni suyishadi ular, yaxshi ko'rishadi. It's a tourist friendly place. Turistlar ko'p borishgandan turistlarni yoqtirishadi. U mahalliy aholi. Qarang. Hop. F qismidan ham o'tdik. Endi G qismiga to'xtalamiz. Change, o'zgarishlar haqida qanday gapirsak bo'ladi? Misol uchun, present perfectda keltirishimiz mumkin. Like have participle bilan. Ya'ni the city has changed a lot. The city hasn't changed at all. New buildings have cropped up. Mana bu gaplar oddiyroq, lekin uchinchi gapimizda yangi fraza ishlatilyapti. Ya'ni cropped up degani to appear. Yangi binolar paydo bo'lib qolgandayda butun shahar bo'ylab. Qarang. Cropped up to appear. Paydo bo'lmoq yoki qurib bitkazilgandan ko'zga tashlanmoq. Hop, I think that's it. Ya'ni changes haqida gapirdik, qanaqa qilib o'zgarishlar haqida gapirsak bo'ladi. And we talked about like and dislikes. We talked about what you can do there, and also what it is famous for. And then we talked about location, size,
And at the beginning of our lesson, we talk about how long have you lived there? Got it? Hop. Darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. Agar darsni foydali deb topgan bo'lsangiz, like, I'm gonna post this lesson to the YouTube channel and support our channel and put a like as subscription. All right. So goodbye for now. Take care, everyone. Bye.